Yamal Realga o'tadi. Siz ham ijtimoiy tarmoqlarda bunday so'zlarni ko'p eshitgandirsiz, to'g'rimi? Keling, haqiqatni aytishimdan avval bizning Madridiy ishi sahifamizga albatta obuna bo'ling. Sababi 200 mingta bo'lishimizga oz qoldi. Xo'p, Yamal mavzusiga kelsak, Yamal Barselona bilan shartnomasini 2031-yilgacha uzaytirdi. Ammo internet tarmoqlarida yuqoridagi kabi videolar ko'paymoqda. Bu shunchalik sifatsiz video montajki, hatto tovushga Perezning og'iz qimirlatish ham to'g'ri kelmayapti. Y estamos negociando con él una cesión con opción a... To'g'ri, Yamal eng yosh va iqtidorli futbolchilardan biridir, lekin Real Figo bilan bog'liq bo'lgan ishni qayta qilish uchun jamoada umuman top darajadagi hujumchilar qolmasligi kerak. Qissadan qissa shuki, jamoamizda dunyo darajasidagi top hujumchilar turganda va Yamalning 2031-yilgacha shartnomasi borligini inobatga olgan holda, bu xabarlar 99%, videolar esa 100% fake degan to'xtamga kelamiz.